ما زال حولي كل ما فيها رويت الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت وطيور ذارفت سري وطارت حيث طرت. Xutuba qilinayotgan qizga yoki ayolga qarash odobi. Uchrashuvga chiqqanda nima mumkin, nima mumkin emas? Qarashdan. Birinchidan, endi men xutuba qilinuvchi yoki maxtuba deyman. Siz uylanmoqchi bo'lgan qiz yoki ayol maxtuba deymiz. Maxtubaga qarashni odoblari. Uylanayotgan yigit, uylanayotgan inson maxtubaga albatta qarashligi kerak. Qaramasdan uylanib olishlik to'g'ri emas. Mughirah ibn Shu'ba roziyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan. Anil Mughirah ibn Shu'bata annahu xataba imro'atan faqala nabiy sollallohu alayhi vasallam unzur ilayha fa innahu ahra an yu'dama baynakuma. Mughirah ibn Shu'ba bir ayolga xaridor bo'lganida Rasululloh unga qaragin dedi. Mana shunday qilishlik, qarashlik o'rtalarda bir ulfatlikni, unisni, mehrni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu narsa o'rtalardagi ulfatlikni, unisni, mehr yoki muhabbatni paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Onamga yoqsa bo'ldi, menga nima endi? Onam kelin qiladi-da. Enamga yoqsa bo'ldi-da, dindor bo'lsa bo'ldi, avratini yopgan bo'lsa bo'ldi, namozxon bo'lsa bo'ldi. Bunaqa gap ketmaydi, birodarlar. Borasiz, ko'rasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobasiga nima dedi? Borib qara, borib ko'zing bilan ko'r dedi. Demak, shunday qilishlik eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Kelinni ko'rmasdan uylanib olib, keyin pushaymon bo'lganlarni albatta ko'rgan, eshitgan bo'lsalar kerak. Sen dindor bo'lsa bo'ldi deding, dindor. Namoz o'qisa bo'ldi deding, namoz o'qiydi. Endi yoqmay qoldi. Ikkinchidan, so'rab surishtirdingiz, to'g'ri keldi, didingizga o'tirdi, nasl nasabi, fe'l atvori, uylanishlik niyati bo'lgandan keyingina ko'rishga azm qilishlik kerak. Bir ko'raychi avval, bo'lmasa unaqa gap ketmaydi. Sovchilar bo'ldi keldi, bir-biriga to'g'ri keldi hamma yo'g'i, endi bir-birini ko'rish qoldi. Uylanishlikka azm qilgandan keyingina maxtubaga qarash mumkin bo'ladi. Uchinchidan, agar ehtiyoj tug'ilsa, takror qarash mumkin. Yana bir marta uchrashib ko'rish mumkin. Chunki o'g'il bola ham hayoli bo'lishi mumkin. Birinchi marta uchrashuvga chiqqanda sir bosgan bo'lishi mumkin. Yaxshilab qarab, o'zi uchun qaror qabul qila olmagan bo'lsa, vallohi ko'ra olmadim, hal qila olmayapman desa, yana bir marta uchrashlikka ma'ni yo'q. Albatta endi ikkalasi hech qachon yolg'iz qolmaydi, uchinchi odam bo'lishligi kerak bo'ladi. Qiz bola o'zini mahrami bilan chiqishligi kerak bo'ladi. To'rtinchidan, maxtuba bilan gaplashishlik mumkin, uni yuziga va kaftiga qarash mumkin, ammo qo'l berib ko'rishib bo'lmaydi. Gaplashishlik mumkin, yuziga qarash mumkin, ammo qo'l berib ko'rishilmaydi. Beshinchidan, xotib va maxtubani ikkalasi bir joyda yolg'iz qolmasligi kerak. Maxtubani bironta mahrami yonida turishligi kerak. Chunki shariatimiz bir nomahram erkak, nomahram ayol bilan xilvatda qolishligini man qilgan. Shuning uchun mahram bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriydan keltirilgan hadis, Ibn Abbos roziyallohu anhumodan aytadilar: "La yahluwanna rajulun bi imra'atin va la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram." Bir erkak bir ayol bilan nomahramlar xilvatda yolg'iz qolmasin. Ayol kishi mahramisiz safar qilmasin. Endi haqiqatda qanaqa bo'lyapti? Rivojlangan mamlakatlarda, peshqadam bo'lgan musulmonlarning shaharlarida biz deydi turmush qurmoqchimiz. Umr bo'yi birga bo'lamiz. Shuning uchun bir-birimizni fe'l-atvorimizni, xarakterimizni yaxshilab tanib olishimiz kerak. Deydi-da,
o'nashtirib qo'yilgandan keyin qo'l ushlashib bog'larda kezishadi, tog'larga chiqishadi va xilvatda yolg'iz qolib Tommatul Kubro sodir bo'lgandan keyin yigit qochib ketadi. Qiz tomondagilar uni qidiradi. Maktubani qorni kattayishni boshlaydi va o'rtada bordi keldi mushkulalar ko'payib ketadi. Ota ham pushaymon, ona ham pushaymon, hamma pushaymon. Men uylanaman bunga deyapman. Aka, yetalab yurgan bo'lsam uylanaman. Sen uylan avval bunga. Shar'iy nikohiga qabul qil, keyin yetalab yuraver. Ayrim hatto o'zi musulmon deb atalgan yurtdagi odamlarda ham shu kasal bor ekan. Har xil yurtlarga tijorat bilan safar qiladigan birodarlarimiz aytib berishadi. 3 oy birga yuraverar ekan er-xotindaqa. Keyin bir-birimizga to'g'ri kelmadik deb turib, ajrashib ketishaverar ekan. Birodarlar, nima degani bu? Nima degani bu? G'arbga taqlid qilishlik emasmi? Nima deydi? Xarakterlarimiz bir-birimizga xohlagan ishini qilib, safarga chiqyapti, boqqa boryapti, toqqa boryapti. Unaqa yo'q, birodarlar, islomda. Najosat bo'lgan narsani shunaqa chiroyli qog'ozga o'rab beradi. Men deydi, o'zimga umr yo'ldoshi tolyapman deydi. Men mol olmayapman-da, yo'qmay qolsa shat sotib olib almashtirgani. Men keyin bu bilan yashashim kerak. Shuning uchun to'g'ri kelamizmi bir-birimizga, yo'qmi? To'g'rimi desa, qarab turib, ha to'g'ri deysiz. Aqlga to'g'ri kelyapti haliga. Lekin birodarlar, shariatda hukmi turganda aql chekiga surib qo'yiladi. Aql chekiga surib qo'yiladi. Birodarlar, hayotni isloh bo'lishi Alloh taoloning buyruqlarini qoyim qilishlik orqali bo'ladi. Bu yerga ajrashishlar, insonni hijolatga qo'yadigan holatlar, uyatli holatlar nimaga sodir bo'ldi? Chunki Allohning hukmi qoyim qilinmadi. Insonning aqlini isloh bo'lish ham Allohning hukmini qoyim qilishlikka bog'liq. Sayahdihim va yuslihu balahum. Ularni jannat yo'liga hidoyat qilur va ularning aqllarini, ishlarini o'nglar. Qarang, Alloh hidoyat qiladi, endi aqlingiz yaxshi ishlaydi. Alloh hidoyat qilmasa aqli ishlamaydimi? Ishlaydi. Lekin fahsh, munkar bo'lgan narsani ko'ra olmaydigan bo'ladi. Mana aytyapmiz u. Mumkin emas. Alloh hidoyat qilgan odam hech qachon xilvatda qolmaydi. Mana atf mushorakat ma'nosini bildiradi. Sheriklik. Aqlni sog'lom bo'lishligi, salohiyatli bo'lishligi birodarlar ulug' ne'mat va mana shu ne'mat Allohning hukmi bilan yashashga bog'liq. Allohning hukmi bilan yigit yashasangiz, Allohning hukmlarini qoyim qilsangiz, aqli salohiyatli bo'ladi. Sayahdihim va yuslihu balahum. Ularni hidoyat qiladi va aqllarini isloh qiladi. Bu yoqdagilarda aqli yetmay turgan narsaga aqlingiz yetadigan bo'ladi. Bu yoqdagilar ko'rmayotgan narsani ko'radigan bo'lasiz. Bu yurishi yaxshi emas, oqibati shataq bo'ladi desa, nariga Allohning hukmidan uzoq bo'lgan buni tushunmaydi nimaligini. Allohning hukmida yurgan odam ko'radi. Bu hayoli gap emas, birodarlar. Hayotda qanaqa bir pushaymon bo'lsa, inson tushib qolgan bo'lsa shu pushaymonga, mana shu pushaymonning orqasida bitta gunoh turadi. Allohning manhajidan chiqib ketishlik sabab bo'lgan bo'ladi. Johillik sabab bo'ladi. Johillik nima? Ilmsizlik, Allohni tanimaslik. Har bitta sodir etilgan jinoyat, har bitta qilingan xato, oilalarning buzilishi, sharmandalik, qizlarning aynib ketishi, ularda ortida albatta bitta gunoh turadi, birodarlar. Masalan, farzandlar nimaga aynib ketyapti? Farzandingiz aynib ketdi. Orqani bir aylantirib qarang-da, nima sababdan aynib ketdi? Sizdan bitta gunoh sodir bo'lgan. Yo harom luqma bilan boqqansiz bolani, yo Allohni tanitmagansiz, yo tarbiya bermagansiz. Harom luqma berish gunoh, Allohni tanitmaslik gunoh, tarbiya qilmaslik gunoh. Bolangiz betarbiyami? Bolangiz kuydirgimi? O'zingiz sababsiz shunga. Ma'siyatlar orasida mana aytdik, johillik turadi. Johillik insonning eng katta dushmani. Inson johilligi tufayli, johilligi sababli dushmani ham unga qilolmaydigan yomonlikni o'ziga o'zi qilib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaronidan keltirgan hadis: An-nazratu sahmun min sihami iblis. Nazar, biz qarash haqida gaplashyapmiz-da, nazar haqida bugun. Nazar solish, qarash shaytonning o'qlaridan bitta o'q.
Man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbihi. Hadis qudusi. Alloh taolo aytadi, kim ana shu nazarni, qarashni, nomahramiga bo'lgan qarashni mendan qo'rqib tark qilsa, u insonga men bir iymonni beraman qalbiga, u iymonning halovatini topadi. Nomahramga ko'zni shat olib qochingda, sezasiz shu halovatni. Alloh taolo aytayapti, men uchun ko'zini tiysa, qalbiga men iymon halovatini joylab qo'yaman. Shuning uchun domlalar ko'zni tiyish haqida ko'p gapiradi, e'tibor bergan bo'lsanglar kerak. Albatta bu muhim ish. Hukumalar aytadi, odam bolasini qoqilib ketadigan nozik ikkita nuqtasi bor. Mol-u dunyo va ayollar. Dunyoga bo'lgan hirs, ayollarga bo'lgan hirs ko'p gunohlarni sababi bo'lib chiqadi. Juda ko'p gunohlarni ildizga qaralsa, ularga nazar sabab bo'lganligi ko'riladi. Agar o'zini inson dunyoga bo'lgan hirsdan saqlay olsa, ayollarga bo'lgan hirsdan saqlay olsa, albatta ikki dunyoda najotga yetishadi. Shuning uchun birodarlar, shariatimizda mana shu ikkita nuqtaga juda bir qattiq e'tibor qaratilgan. Nazar, ko'z tiyishlik, farjni saqlashlik. Payg'ambarimiz aytadilar, ikki jag'iylarning va ikki soniylarda orasidagi a'zoni tiyishlikka menga kafillik beringlar, men sizlarga jannatda kafilligini beraman deydi. Tilinglarni saqlanglar, zinodan tiyinglar, jannat kafilligini beraman. Baland tog' ustida turgan katta bir xarsang tosh. U tosh o'rnida mahkam turibdi. Agar uni turtib olsangiz, pastga qarab yumalaydi-da, yumalaydi, yo'lidagi hamma narsani vayron qilib qayerda to'xtaydi? Shu vodiyda bir chuqur joyga borib to'xtaydi. Baland tog' ustida turgan katta bir xarsang tosh, u o'zini o'rnida mustahkam turibdi. Agar uni turtib, jildirib yuborsangiz, pastga qulaydi, ana shu o'zini tezligini yo'qotib, vodiyning chuqur joyiga borguncha yumalab boradi. Bu xarsang tosh birodarlar kishini shahvati. Nazar toshni o'rnidan jildirib olishlik. Alloh subhanahu va taolo ko'zini tiyadigan solih bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.